Qadrli kuzatuvchilar, biz hozir temir yo'l bo'yidamiz. Qo'qon bekatining shimoliy parki poyonida turibmiz. 29 dekabr kuni mazkur hududda to'xtab turgan poyezd ustiga selfi olish maqsadida chiqqan 7-sinf maktab o'quvchisini tok urishi natijasida vafot etgan. Temir yo'l korxonalari mutaxassislari, ayniqsa transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan temir yo'l bo'ylarida joylashgan mahalla fuqarolar yig'inlarida, umumta'lim maktablarida vagonlarni ustiga chiqmaslik, vagonlarni ostidan o'tmaslik, temir yo'llarda belgilanmagan joylardan kesib o'tmaslik bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari olib borilayotganligiga qaramasdan mana shunday ayanchli holatlar sodir bo'lmoqda. Shu o'rinda temir yo'llarda tokning holati bo'yicha mutaxassisdan javob olamiz. Qo'qon mintaqaviy temir yo'l uzeli 2016-yilda elektrlashgan bo'lib, kontakt tarmog'i yerdan 6 metr balandlikda va unda 27500 volt kuchlanish bor. Simlarga 2 metr masofada yaqinlashganda tok uradi. Demak, temir yo'ldagi simlarda katta kuchlanishdagi tok mavjud va bu uyimizdagi tokdan tubdan farq qiladi. Bizning tasavvurimizda shunday tushuncha bor. Uyimizdagi simlarning ochiq joyiga qachonki teginib ketsakkina tok uradi degan tushuncha bor. Temir yo'ldagi simlarga esa havodan 2 metr yaqinlashganda ham tok urar ekan. Shu bois yoshlarimizdan, bolalardan to'xtab turgan vagonlarni ko'rishsa, ularni ustiga chiqmasliklarini so'rab qolamiz. Bu borada ota-onalarimiz, maktablarda ustozlarimiz ham ogoh bo'lsa va yoshlarni ogohlantirishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Zeroki esdalik uchun vagonning ustiga selfi olish uchun chiqib, yoshlarimizning o'zi ham esdalik bo'lib qolishmasin. Bu videoni ogohlik uchun maksimal darajada tarqatib boramiz.